Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Yoqubjon Abdusalimov va bugungi video Mishari alfasiga atalgan ikkinchi qism bo'ladi. Ilgari videolardagi izohlarni o'qib to'g'risi shokka tushib qoldim, chunki unda odamlar ikkiga bo'lingan ekan. Ya'ni birinchi guruh alfasini hali ham yaxshi ko'rib, u tarafda ekan va ikkinchi odamlar esa undan nafrat tuyg'usini olishgan va uni Isroilning laychasi deb hisoblar ekan. Albatta bugungi videoda bunga to'liq oydinlik kiritishga harakat qilaman, ya'ni u aslida kim ekanligi haqida. Albatta bu safar to'liq kameraga qarab o'zim gapiraman, matnni o'qib bermayman. Chunki o'tgan safargi narsani men mashhur rasmiy manbalardan olib, o'zbek tiliga tarjima qilib o'girib bergandim. Ya'ni ularning manbasi edi. Shuning uchun ham biroz g'alatiroq chiqqandi, lekin bunda o'zim harakat qilaman to'g'ri gapirishga va albatta xato qilib qo'yishim mumkin. Shuning uchun bunga e'tibor bermaysiz. Keling endi boshlaylik. O'zi mojaro nimadan kelib chiqdi? Bilasiz, shu kunlarda Eron Islom davlati respublikasi arab davlatlaridagi Amerika bazalariga zarba berdi va albatta bu bilasiz juda ham katta urush ketyapti Middle Eastda Amerikaga qarshi va Eron iddao qilishicha u faqatgina Amerika bazalariga zarba berdi va qolgan arab ko'rfazi davlatlari bilan urushish niyati yo'qligini bildirdi. Va shundan so'ng albatta bilasiz, arab davlatlarida qorilarning hammasi davlatga ishlaydi va ularning so'zisiz biror narsa qila olmaydi. Agar biror narsa desa, ular lavozimidan ozod qilinadi, turli xil bo'xtonlarda qolib ketadi. Shu boisdan ko'pchilik xohlaydimi yo'qmi o'z davlati rahbariyatini qo'llashga majbur bo'ldi va Eronga qarshi chiqdi. Lekin bir xolis solib qaraylik, ya'ni Mishar Rashid ham xuddi shunday qildi, ya'ni Eronga qarshi gapirdi. Chunki bir fuqaro sifatida agar o'zimiz ham tasavvur qilaylik, kimdir O'zbekistonga bostirib keldi va farqi yo'q, bizning yurtimizning qayergadir zarba berdi. Va undan so'ng nima qilardik? Dushman bizga zarba bergandan keyin albatta biz ham o'zimizning emotsiyamizni bildirgan bo'lardik. Shu boisdan u ham bildirdi. Shuni ham aytib qo'yish kerakki, Mishar Rashid mukammal emas. To'g'ri, uning qiroati mukammal bo'lishi mumkin. Juda ham quloqqa yoquvchi, qalblarni rom etuvchi. To'g'ri. Lekin bu degani u inson mukammal bir siyosiy bilimga ega degani emas. Ya'ni u ham xato qiladi. Va shuningdek bu siyosat shunaqangi bir jirkanch narsaki, unda manfaatlar to'qlashadi. Degan bilasiz, Falastinda bizga aytishadiki, urush yaqinda boshlangan, oktyabr voqealaridan so'ng boshlangan deyishadi, lekin yo'q, bilamiz bu urush aslida 80 yillardan beri davom etib kelayotganligini. Xo'p, va shu borada, shu oralig'ida Mishar Rashid Isroilga qarshi biror narsa dedimi? Va qiziq fakt, nimada bilasizmi? U shu paytgacha juda ham Isroilga katta qarshilik qilib kelayotgan ekan. Hatto 2016-yilda Isroilda yong'in chiqqan paytida bir kulgili, lekin musulmonlarga juda ham yoqadigan komment albatta. Twitter sahifasida yong'inga qarab, yong'in chiqqaniga atab, men bu olovlarni bardavom bo'lishini tilab qolaman deb aytgan edi. Albatta bu komment orqali o'zini falastinliklar bilan birga ekanligini bildirib qo'ygan. Shundan tashqari u bir necha bor Falastinning tarafini olib chiqib, ularga ularning xullas o'z yeri bo'lishini aytib o'tgan ekan, qo'llab-quvvatlashni aytib o'tgan ekan. Lekin bilasiz, go'yoki dunyo 2020-yildan keyin qanaydir o'zgarib ketdi va unda ko'p davlatlarning asad basharlari ochilib qoldi, kimlarning qo'g'irchog'i edi. Shuningdek, Falastinda urush avj oldi, shuningdek, endi Eronga ham bosimlar kuchaydi. Endi Eron har doim ham jim o'tiradigan davlat emas. Iqtisodiy jihatdan ancha-muncha yetuk va o'zining harbiy salohiyatiga ega. Bir Isroildek kichkina davlat unga o'zini shartlarini qo'yib boshladi. Ya'ni BMTning o'zining shartlari bor, hamma teng huquqli degan, lekin go'yoki bu Eronga kelib ishlamay qoldi. Uning huquqlarini tan olishmadi va Falastinga ham albatta. Eron albatta bunday narsalarni ko'tara olishmadi. Bir necha yillar borasida, yillar mobaynida aniqrog'i rejalar tuzdi va bugungi kunda uni qo'llab urushda yetakchilik qilmoqda. Albatta biz urushni qo'llab-quvvatlamaymiz, tinchlik tarafdorimiz. Shuningdek biz o'z navbatida musulmonlar tarafdamiz, ya'ni Eron tarafdamiz. Chunki Eron o'zini himoya qilyapti. Boshqa davlatlarga qarshi urush qilmayapti. Xo'p, endi gapning post kallasi Eron urush boshlangandan keyin video boshida aytganimdek, o'zini qo'riqlash maqsadida arab davlatlaridagi Amerika bazalariga zarba berdi. Zarbadan nima bo'ldi? Ko'pchilik albatta buni Eronni yomon ko'rsatish kerak, propaganda avj oldi. Bu yerda shuningdek Shia Sunniy urushi boshlanib ketdi. Kimlardir o'ylar ekanki,
bu yerda hamma shiyalar kofir, islom diniga to'g'ri kelmaydigan ishlar qiladi degan yo'q. Bunaqa bo'xton gap aslida dinimizda yo'q. Va ongi past odamlar shu narsani tarqatdi va yana bitta faktni aytib o'taman. Aslida mana shunaqa shiya sunniy urushini boshlaganlar musulmonlar emas ekan. Ular musulmonlar niqobida musulmonlarni bo'lish niyatida sunniy shiya deb qoldi. Bu orada nima bo'ldi? Bilasiz, asosan shiyalar qayerda yashaydi? Eronda yashaydi va Eron yakkalanib qoldi. Masalan, bir musulmonga, istalgan bitta ahli sunna bo'lgan musulmonga borib ayting, sen shiyalarning tarafini olgan bo'larmiding deb so'rasangiz, shu paytgacha aytgan bo'lardi, yo'q deb. Lekin biz bilganimiz, mashhurimiz albatta hammamiz sevib tinglaydigan va yaxshi ko'radigan qorimiz Mishari Al-Fasiy edi. Va albatta bu xabardan keyin hamma shokka tushdi. Albatta birinchi bo'lib laychalar desak to'g'ri bo'lardi, uni yomonlashga o'tib ketdi. Chunki haqiqiy uni yaxshi ko'rgan odam birdaniga uni yomonlamaydi, bu chuqur o'ylaydi, bu yerda nimalar sodir bo'lmoqda, nimalar rostdan ham bo'lyapti deb. Ammo lekin aytganimdek, odamlar ikkiga bo'lindi, kimdir yaxshi ko'radi, kimdir endi nafrat bilan qaraydi. Xo'sh, endi nima demoqchiman xulosa qilib, bu albatta mening shaxsiy fikrlarim, o'rganishlarim natijasida. Mishari Rashid Al-Fasiy siyosiy jihatdan gapirdi, ya'ni o'zining millatini, davlatini qo'llab gapirdi. Bu aslida qaysidir ma'noda to'g'ri, hamma o'zining davlatini qo'llagisi keladi. Lekin men undan bitta xatoni ko'rdim, ya'ni qaysi? Faqatgina o'zining davlatini o'ylab gapirgan. Biz bilamiz, Mishar Rashid butun dunyo musulmonlari uchun xushovoz Qur'on qiroatchisi hisoblanadi va uni hamma yaxshi ko'radi. Ya'ni uni bitta bir davlatga tegishli deb o'zini hisoblashi menimcha xato deb o'ylayman. Shu boisdan ham menimcha ko'pchilik undan xafa bo'lishdi. Yana bitta qo'shimcha fakt bor ekan. Bilmadim bu qanchalik to'g'ri. Mishar Rashidning bu gaplarini aytishiga yana bir sabablar bo'lgan ekan. Amerika bazalaridan tashqari ular ayrim joylariga, aholi punktlariga ham hujum qilgan ekan degan bo'xton deymizmi? Ya'ni bu ma'lumotlar tasdiqlanmagan hali. Shuni boisdan men ham buni tasdiqlay olmayman. Lekin odamlar o'qib chiqdim izohlarida, ya'ni u yerdagi o'zbeklar tarqatyapti bu gapni. Shu bo'lgani uchun Mishar Rashid bu gapni aytib chiqdi deb, shundan keyin odamlar uni noto'g'ri talqin qildi deb gapni aytishdi. Uni xullas gaplariga negativ fikr bildirishdi. Keyin yana bitta narsa bor. Shuni ham aytib o'taylik. Biz O'zbekistonda yashaymiz va biz har doim tinchlikning tarafdorimiz. Hech qaysi davlatdagi urushni qo'llamaymiz, u yerga bormaymiz va aralashmaymiz. Har doim tinchlikning tarafdorimiz. Albatta, Falastinda ham tinchlik bo'lishini, u yerda yagona davlat tuzilishini, Eronda ham o'zining tinchligini saqlab qolishini, aholilar tinch yashashini tilab qolamiz albatta. Shuningdek, bilmadim bu videoni oxirigacha ko'ryapsizmi? Oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga shunchaki respekt. Agar videoda qandaydir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr. Agar sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, iltimos, menga rostdan ham videom sifatli bo'lgan bo'lsa, sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, agar lozim ko'rsangiz bir dona like, izohda manfaatli bo'ldi va shu paytgacha ko'rib chiqqaningiz haqida fikr va albatta obuna bo'lishni bosib qo'ying, chunki bu haqidagi videolar, ya'ni diniy mavzudagi tasdiqlangan rasmiy O'zbekiston musulmonlar idorasiga mos keladigan ma'lumotlarni kanalimga joylayman va hech qanaqa qonun doirasidan chiqmagan holda albatta.